Bugün o'qiydigan cho'chkimiz Botir qiz. Burunning burunsida suvlari alvak, tog' daryolari ko'rkam, shundoq go'zal bir shahar bo'lgan ekan. Ashu shaharda qo'l ilkida yetib oshqidek dunyosi bor bir boy bo'lib, uning 6 o'g'li, bir qizi bor ekan. Kunlarning birida kenja o'g'li tijorat qilish uchun safarga chiqib ketibdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Lekin o'g'li safardan qaytib kelmabdi. Buvay o'g'lining dardida to'la yig'lab, oxiri ikki ko'zdan ayrilib qoldi. Buvay har kuni xayol qiladi ekan. O'g'lining umoq va ziyrak holati ko'z oldidan ketmaydi ekan. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. O'g'li yana qaytib kelmabdi. Buvay o'g'lini seg'inib, kunlari intayin tasdiq o'tibdi. Bir kuni kechasi buvay o'g'lini seg'inib, taram-taram yosh to'kibdi. Hasratlik mo'nglarga cho'kibdi. Buvay o'g'lini seg'inib, yig'ilgan peti uxlab qolibdi. Buvay tush ko'ribdi. Tushida o'g'li yiroqdagi tuman ichidan chiqib, uy tarafga kelayotgandekmish. Buvay xushal bo'lib, o'g'liga talmirib qarab tursa, o'g'lining simasi yo'qolib ketibdi-dek. Buvay, "O'g'lim, jinim balam" deganicha cho'chib uyg'onib ketibdi. Buvay uyqudan to'liq yechilib ololmag'achqa o'rnidan turibdi. "O'g'lim, mening yurak param" deganicha hovli darvozasi tarafga qarab beg'ibdi. Buvay hech nimani ko'rolmagachga bir kichik o'rindiqqa putlashib ketib, yiqilib tushibdi. Buvay ko'zini davolash uchun bir tebib chaqiribdi. Tebib, "Buning dorisi yiroq Rim shahrida. Shu dorini akilib sursangiz, ko'zingiz ro'shanlashadi" debdi. Buvayning tebibdan bilishicha, Rim shahrida 2 yosh tebib bor bo'lib, bularning biri tibbiy jihatdagi bilim va karomati bilan bu xil xislatli dorining reseptini yoza oladi ekan. Yana biri reseptga asosan bu xil dorining ham materialini dunyoning har qaysi joylaridan topib kelib yasay oladi ekan. Ular yasab chiqqan bu xislatli dori nurg'unlagan a'mo kishilarning dardiga darmon bo'lgan ekan. Shuning bilan buvay o'g'illarni chaqirtibdi. "Bolalarim, kim menga mehribon bo'lsa, Rim shahardan ko'z dorisini akalgay. Qani aytinglar, yo'l rasxot uchun nima talab qilsanglar, shuni beray" debdi buvay. "Hay dada, pul bo'lsa jangal sho'rpa" debdikan. "Pulli bo'lsa dorini akalmiz" deyishibdi o'g'illari. Buvay ularga yetib oshqidek oltin kumush berib, uzitib qo'yibdi. 5 o'g'il Rim shahriga qarab yo'lga chiqibdi. Ular shu mang'icha dabtiranglagan, eshak hangirgan yerlarda yurib, pul pichoqlarini buzib chechibdi. Oxirida pullarni tugitib, quruq qo'l qaytib kelibdi. Qiz akillarning quruq qo'l qaytib kelganligini ko'rib, nihoyat umidsizlanib, dadasining oldiga kiribdi. "Jinim dada, Rim shahriga o'zimla boray. Menga oq yo'l tilang" debdi qiz. Buvay qizning beshini silab turib, "Qizim, shu do'rni akilib, ko'zimning ichilishiga sabab bo'lsang, sendan 1000 martaba rozi bo'lar edim" debdi. Qiz jon-jigar dadasiga intayin vafodor ekan. Kichigidilla ona mehridan ayrilib, o'yining jafosini tortib, turmushga pishib ketgan ekan. Bu vafodor qiz ota rozilik uchun buvay bilan xo'shlashib, safarga otlanibdi. Dada qizning vafodorligidan intayin suyunibdi. Ko'z qiymagan holda uzitib qo'yibdi. Qiz 40 qechirga yo'l vaziyatlarini artibdi.
Özü bolsa, yorga atqa minip, Rim şäherine qarap yolga çıqıptı. Dadysı şu yurtdaki namrat aillerden 10 kızını tanlaptı. Ularning ata-analarını razı qilib, qiziga qo'shib qo'yibdi. Ular japalık, amma nayt ma'nalik uzun bir safarni boshlabdi. Qizlar otlarini daryo bo'yiga qo'yib o'tib, dam olish uchun bir manzilda to'xtabdi. Qiz hamrohlarga: "Do'stlarim, sizlarni atam qo'shib qo'ygan bo'lsa-mu, men hammanglarni ozod qildim. Ata-onalarning yeniga qaytib, erkin o'ynab kulinglar" debdi. Qiz hamrohlarga nurg'un mol-mulk ulashtirib berib, o'zi yolg'iz yo'lga chiqibdi. U yo'l yuribdi. Yurgandimi, mo'l yuribdi. Bir chaqda uning oldiga bahaybat bir ajdaho chiqib keldi. Qizning hamma xijillari bir-birlab ajdahoga yem bo'ldi. Lekin qiz parvo qilmasdan yo'lini davomlashtiraveribdi. Qo'rqinchli ajdaho qizning hamma xijillarini yeb bo'lgandan keyin etilib kelib qizga g'arz qilib beqibdi. Qo'rqitib beqibdi. Ammo qiz uni ancha pisat qilmabdi. Ajdaho qizining yeniga kelib so'rabdi: "Ey odamzod, sening hamma narsangni yeb ketsammi, menga pisat qilmading. Buning sababi zodi nima?" Qiz yanada parvosiz holda: "Sen osh ko'zkansan, rahim qildim. Undaq bo'lmaganda sen bilan elishatdim. Uning ustiga dadam ama bo'lib qolgan. Rim podshohning xazinasida bir dori bor ekan. Shuni akilib, dadamning ko'zini ichishga oldiravotiman" debdi. "Ey, otaning yaxshi bolasi, undaq bo'lsa ustimga min" debdi ajdaho. "Yaxshi niyat bilan yo'lga chiqqanliging uchun Rim shahriga o'zim opirib qo'yay." Atasiga vafodor qiz ajdahoni ta'sirlantiribdi. U qiz ajdahoning gapini anglab, xushalligidan ya kulishini, ya yig'lashini bilolmay turib qoldi. Qiz ajdahoning ustiga minibdi. U Rim shahriga qarab yurib ketibdi. Ajdaho qizni ustiga mindirib, bepoyon osmonda parvoz qilishga boshlabdi. Uchibdi. Yeşil ekinzorliklardan, o'rmonliklardan, bepoyon tala va bahaybat tog'lardan halqib o'tibdi. Ular shu uchqancha oxiri Rim shahriga yetib keldi. Ajdaho qizga: "Hozir qorovullar uxlayotdi. Xazinaga qo'rqmasdan kiravergin" debdi. U yana: "Xazinaning do'rxonasida qutidimi, qog'ozdimi dori bor. Qutidagi dorini olsam, qog'ozdagi doriga qo'l tekkizma. Qog'ozdagini olsam, qutidagi doriga qo'l tekkizmajmi" deb eskartibdi. Qiz ajdahoning deganlarini nihoyat astoydil anglabdi. U o'rnini bir pas kuzatgandan keyin asta-asta ishkirlab minibdi. U minib xazina eshik oldiga keldi. Qiz qarg'udak bo'lsa, xazina ichida umrda ko'rib boqmagan ham tasavvur qilg'isiz oltin, kumush, marvoyat, yoqutlar chechilib yotqudek. Qiz bu mol dunyodan hayron bo'pti-yu, ammo bu mening haqqim emas deb o'ylab, xazinadan hech nima olmay, to'g'ri tarafga ishkirlab minibdi. U do'rxonaga kirsa, bir ustal ustida tiyib dadisiga buyurgan bir quta va bir qog'ozda xosiyatli shifoliq dori turg'udek. Qutidagi va qog'ozdagi dorilar intayin xushbiroq ekan. Qiz buni ko'rib intayin shodlanibdi. Chunki farzand ishqida kuyayotgan mehribon dadisining ko'zi mushu dori bilan ichilib, qorong'ulikdan qutulganligi qizga safar davomida
cheksiz umid va jasorat bag'ishlabdi. Qiz ajdahoning so'zlarini aslab, zodi qaysin elishni bilolmay qoldi. U oxirida dadasini o'ylab, tavakkul qilib, har ikki dorini qo'liga oldi. Dorini olgandan keyin qiz xushal holda yenlik bir nafas oldi va ko'ngli amin topgandek bo'ldi. Xazina ichida birdilla ajoyib g'aroyib kuldirligan ovoz olinib, qiz so'linib qoldi. Qiz jiddiylashgan holda dorini yeniga saptida, ushqandek yugurib, dorixona ichidan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Qiz dorixona eshigini shuncha kuchab ishtirgan bo'lsa-mu, faqatla ocholmay adora qolmoqdi. Bu chaqda yana bir tarafdan o'rda yasovulari kirib qoldi. Qiz kuchli qarshi ovozda qilib chiqib ketishga zodini amal qilmoqdi. Askarlar nihoyat cho'ng o'rda dorixonasini kuzatgandan keyin notanish bir qizni ko'rib, "Nima odamsan?" deb qattiq varqirabdi. Ular neyse qilishlarini o'ynatqunicha, "O'g'ri!" deb varqirab, qizga qarab yuguribdi. Ular qizni tutib olib, ushliq neyzalari bilan hayva qilib, "Badbaxt, shoh xazinasiga o'g'irlikchi kirishga qandoq petinding?" deb hayva qildi. Qiz o'zining tutilib qolganligidan qattiq parishon bo'ldi. Ajdahoning nasihati bo'yicha ish qilmaganligidan nihoyat o'kinibdi. Joyida yer tizilib qoldi. Lashkarlar qizni qamash uchun elib bordi. Ertasi qorovullar u qizni hayvatlik shoh o'rdisiga elib kiribdi. "Nimish xazinaga o'g'irlikqa tushding?" deb so'rabdi podshoh. "Dadam ko'rmas bo'lib qolib edi. To'g'riga kelgan edim. Ijozatingizni olmay kirib qoldim. Aybkordaman oliylari" debdi qiz yig'lamsirab turib. "Mug'ambarlik qilyapsan. Mayli, sana ishiray. Lekin menga Andirxonning qizini akilib bersang, dorini berakdim. Shundala senim ozod qilib etgan bo'lar edim. Bo'lmasa, beshingni tong so'yimini uzgandek uzib tashlayman" debdi podshoh. Shohning degini boshqa bir mamlakatdagi Andirxonning qizi bo'lib, bir qatimliq ziyoratda Rimshohi bu malikaning go'zalligi va nazokatini ko'rib, malikaga maftun bo'lib qolgan ekan. "Bo'ladi" debdi qiz ta'zim qilib. "40 kun muhlat bersizlar." Qiz 40 kunlik muhlat bilan ajdahoning oldiga yugurib beribdi. Qarshi ajdaho yer yuzida yo'q, osmonda uchib yurgan ekan. Qizning chiroyiga kulib yugurib, ko'ngli aromiga tushibdi. Ajdaho bu qizni ko'rib, pastga tushibdi. "Hey odamzod, nima qilib qo'yding?" deb so'rabdi ajdaho. Qiz: "Nasihatingni anglamay, har ikkala dorini opdiman. Shuning bilan qo'lga tushib qoldim. Aslida qutilar tilsimlangan ekan emasmi?" debdi va podshohning uningga qo'ygan shartini aytibdi. "Bo'lg'uloq bo'pti, yur ketdik" debdi ajdaho. U qizni Andirxonning shahriga bir pastil olib qo'yibdi. Ajdaho qizga: "Malika bir uxlaganda 40 kun uxlaydi. U 39 kundan buyon uyquda. Adi tong otsa uyg'onadi" debdi. Qizning oldiga kirganda o'ziga tagsang ro'moliga, ro'moliga tagsang o'ziga tagmagin deb chekilibdi yana. Ajdaho yana: "Qizning hujrasiga kirishda 2 uy bor. Uylarga liq-miliq paxta besilgan. Qo'yon va yanchiqlarga paxtani to'ldirib olgandan keyin Malik yotgan uyga kirgan. Palam-paylarning 2 yiliga qo'ng'iroq esilgan. Qo'ng'iroqlarning ichiga paxta tiqibdi. Qo'ng'iroqlardan ovoz chiqmaydi" deb tushuntiribdi.
Qiz ajdaha degini bo'yicha yanchoqlarga paxta to'ldiribdi. Qo'ng'iroqlarga paxta tiqibdi-da, Malik yangan uyga asta kiribdi. Malik tatliq uxlayotgan bo'lib, 40 kenizak uning atrofida himoya qilib yotgan ekan. Malikning beshida cho'ng ro'moli bo'lib, ro'mol Malikidan esil, Malikka ro'moldan esil ekan. Qiz Malikini ro'molni birlikda ko'taribdi. Dal shu chaqda hayratlik bir guldirlagan sado ko'tarilibdi. Hamma atrof tavrab ketibdi. Eshiklar yopilib, qiz tutilib qoldi. Bu yerni tilsim qilingan ekan. Qo'llari qayrilib bog'langan qiz xon huzuriga keltiribdi. Xon g'azablanib: "Nima sababdan qizimni o'g'irlamoqchi bo'lding?" deb varqirabdi. "Otam ko'zlardan ayrilib qolgan edi. To'g'ri istab Rim shaharga berib, qo'lga tushib qoldim. Rim podshohi Andirxonning malikasini olib bersang, to'g'ri berman. Bo'lmasa, beshimni so'yimini uzgandek uzib tashlayman" degan edi. Shuning uchun kelgan edim oliylari, debdi qiz. "So'zingga qarsam, rostchildek ko'rinsan. Kun pachish tarafda ko'qab bor. U yerda bir jodugar yashaydi. Uning bir qar tulpor eti bor. Shuni akilsang, qizimni bersam beray. Bo'lmasa, terangni ta'tir so'yiman" deb podsho Andirxon. "Bo'ludi, 4 kunlik muhlat bersinlar" debdi qiz. "Barg'in, 4 kunlik muhlat berdi" debdi xon. Qiz ajdahoning oldiga beribdi va bo'lgan ahvolni birma-bir so'zlab beribdi. Ajdaho qizni ustiga mindirib uchib ketibdi. Ular bir kecha kunduzda ko'qqab yetib keldi va jodugarning otxonasiga yaqin beribdi. "Jodugar uxlamoqchi" deb ajdaho qizga bir muncha diqqat qilgan ishlarni cheklabdi. Qiz bu qatim ajdahoning gapini esida ching saqlabdi. "Ajdaho, men turgan mush yerdan lahmi ko'lab, o'qir tegidan beshingni chiqar" debdi. U askar. Tulpor seni ko'rib kishnaydi. Shuning bilan jodugar odam puruqi kelyotidi-ku deb 4 tarafga yuguraydi. U topolmay kelib, yana joyida yotganda beshingni chiqar. Tulpor texmi qattiq kishnaydi. Jodugar tulporga g'azablanib: "Hey noinsof hayvon, meni 2 qatim tashvishga soldim. Yana shunday qilsang, seni yevitaman" deydi. Shuning bilan u yotqil chiqib ketdi. Sen yana shu chaqdala beshingni chiqarib, "Ey zot ulug' tulpor, suv o'rniga sut, yam o'rniga ko'k kishmish berib boqaman. Bu zolimning qulida azob chekishning hojati yo'q. Men seni ilib ketay" deysan. Tulpor beshini egib jim turdi. O'qirning yanida oltindan yasalgan egar chapduq bor. Tulporni darhol egarla. Ondan yetlab mening oldimga kel. Qiz ajdahoning aytganlarini to'liq bajiribdi. Oxir tulporni ajdahoning oldiga elib kelibdi. Ajdaho qiz bilan tulporni ustiga mindirib, Andirxonning shahriga elib kelibdi. Ondan qizga: "Hey qiz, bu tulporni o'zing ol. Men bir domlabla mushundaq tulporga aylanaman. Sen meni xonga ber. Xon qizni sana beradi. Malikini ilib ketavergin. Men orqangdan boraman" debdi ajdaho. Qiz ma'qul bo'ldi. Ajdaho bir domlabla tulporga aylanibdi. Qiz ajdahoning degani bo'yicha haqiqiy tulporni taraqqa bog'lab qo'yib, ajdahodan o'zgargan yolg'on tulporni ilib Andirxonning o'rnisiga qarab minibdi. Qiz uni xonga taqdim qildi. Xon
qizini beribdi. Qiz bilan Malika tulparga minib Rim shahriga ravon bo'ldi. Endi gapni xondan anglaylik. Xon otni egallab, oltin izangiga so'q putin qo'yib, oq putini amdil ko'targanda, dal shu paytda tulpar chivinga aylanib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shoh yerga qattiq yiqilib tushibdi. Ejdaha hayal bo'lmay qizlarga yetishibdi. Ular Rim shahriga yetib beribdi. Ejdaha bir dumilg'ach ekan, Andarxonning malikasidanmi chiroyli bir qizga aylanib qoldi. Meni shoh taqdim qilib, do'rlan ilib ketaveringlar, debdi ejdaha. Qiz uni Rim shahriga berib, do'rin ilib o'z yurtiga ravon bo'ldi. Shoh elga cho'ng to'y beribdi. To'y tugishi bilanla qiz bir dumlabla ko'mutga aylanib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ejdaha qizlarga yetishib olib, ikkili qizni va tulparni ustiga mindirib, qizning yurtiga yetib keldi. Qiz dadasining oldiga kirib, do'rini dadasining ko'ziga surtgan ekan, dadasining ko'zi ochilib, yorug' dunyoni qaytadan ko'ribdi. Dadasi, "Canım qizim, ko'zimning nuri", deb qizining peshonasiga suyib, xushalligida yig'lab ketibdi. Dal shu chaqda ejdaha bir silkinibla ustidagi terilari siyrilib tushibdi-da, chiroyli va qovul bir yigitga aylandi. Qarshi bu yigit qizning aksi, ya'ni buvayning kenja o'g'li ekan. Buvay kenja o'g'lini ko'rib, "Ah o'g'lim, ko'zimning nuri", deb uni bag'riga besibdi. Hammalar o'sha bo'lib, elga cho'ng to'y beribdi. Buvay o'g'lidan, "Qani o'g'lim, nima bo'ldi? So'zlab bergin", deb so'rabdi. O'g'il debdi, "Men Andarxonning qiziga oshiq bo'lib, xonga asirga tushib qoldim. U meni qo'yib qolqalatdi. Jodugarning tulparini akilman deb, jodugarning qo'liga tushib qoldim. U meni ejdahoga aylantirib qo'ydi. Ota-onasining mehr-muhabbati cheksiz. Ulardan jinini ayamaydigan o'g'il yoki qiz meni bu sehrdan qutuldirib olaydi ekan. Jinim dada, sizni deb singlim ko'p jafolarni tatdi, va'dasini o'raladi. Meni sehridan xalos qildi." "Barakalloh", debdi dadasi. Yigit oxiri Andarxonning qiziga uylanibdi. Hammalar murod maqsadlarga yetibdi. Aqlliq, vafodor, botir qizning jasorati va tirishchanligi bilan jonchigar otasining ko'zi saqib, bir oila kishilari jam bo'lib, cheksiz xushallik va baxtga cho'mibdi.